Men hozir halovatni haqiqiy formulasini aytaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan deyarli 2 asr keyin hozirgi Iroq hududlarida, Bag'dodda bir buyuk odam İmom Ahmad yashaganlar. Bir kuni safarga ketayotganda yo'lda manzillariga yetmasdan bir shaharda to'xtashga majbur bo'lib qoldilar. Keyin o'sha shaharda bir masjidga kirib, xufton namozini o'qib, endi u paytda odamlari bugungilarga o'xshamaganda, bo'lmasa İmom Ahmadni tanimagan odam bo'lmagan, davrog'i dunyoga doston bo'lgan odamlardan. Men İmom Ahmadman desa o'sha yerda ya'ni uni mehmon qiladiganlar, boshiga ko'taradiganlar juda ham ko'p bo'lgan, lekin odamlar shunaqa siniq odamlar bo'lishganda bir masjidga kirib xufton namozini o'qib, o'sha yerda dam olib, ertalab tong yorishsa yo'lga chiqaman, yo'limda davom etaman deb tursa, boyagi masjidda qorovul kelib qolib, sen kimsan? Men bir musofirman. Yo, masjidda qolish mumkin emas. Nima qilyapsan bu yerda? Chiq masjiddan. deb, men musofirman, xuftonni o'qidim. Bomdodda o'qib yo'limda davom etaman, boshqa qoladigan joyim yo'q. Yo'q, masjidda qolish mumkin emas deb haydab solibdi-da. Masjid ichidan chiqib, masjid hovlisiga chiqib, bir burchakda o'tirsalar, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana yonlariga kelib, "Sen hali ham bu yerda o'tiribsanmi? Men senga nima dedim? Chiq, qaqa boraman" desa, oyog'idan sudrab ko'chaga chiqarib tashladi. Yo'l ro'parasida bir novvoy yigit yashar ekan, novvoylik qilar ekan. Voqeaga guvoh bo'libdi va İmom Ahmadning yoniga kelib, "Musofir ekansiz, istasangiz meni yonimda qolishingiz mumkin ertalabgacha. Men baribir uxlamayman, novvoyman, non qilaman, xamir qilaman. Novvoylar uxlamaydi, kechasi bilan xamir qilib, ertalab tongda odamlarga non pishirib berish kerak" deb uyiga olib kiribdi. Boyagi yigit ajoyib yigit ekanda. Shu og'zidan zikr tushmasganda, to'xtovsiz zikr qilar ekan. Unda solsa ham zikr qilar ekan, suvni solsa ham zikr qilar ekan, nonni mushlasa ham subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah deb bir lahza zikrsiz turmas ekanda. İmom Ahmad kuzatib turdilar-da, bir savol bersam maylimi sizga? Savol bering. Bu zikr aytishni qachon o'rgangansiz? Men kichkinaligimdan shunaqaman. Aqlimni taniganimdan beri zikr aytaman. Nima ish qilsam, qadam bosaman, yuraman, o'tiraman, turaman, ish qilaman, uxlayman, boshqa nima qilsam faqat zikr aytaman. Buni foydasi bo'ldimi sizga? Albatta bo'ldi. Nima Allohdan so'ragan bo'lsam hammasi bo'ldi. Nima so'ragan? Qo'limni ko'tarib, nima so'rasam hammasi bo'ldi. Faqat bitta qoldi. Shu Bag'dodda İmom Ahmad degan bir buyuk odam bor ekan. O'shani ko'rishni so'raganman duo qilib. Bir ko'rsatsang, Allohim bir uchrashtirsang deganman. Shu qoldi. Shu duom hali amalga oshmadi deganda İmom Ahmad aytgan ekanki, o'sha duoyingiz, zikrlaringiz İmom Ahmadni oyog'idan sudrab ozga olib tashladi. Mana shu formula. Baxtli bo'lishdi, halovatli bo'lishdi. Formulasi mana shu bo'ladi. Bo'lmagan narsa u kitoblar. Yolg'on yani. Bugun rosa nima bo'ldi-yu? Moda bo'lyapti-yu. Qayerga qarasangiz baxtli yashash sirlarini o'rgatamiz. Boy bo'lish sirlarini o'rgatamiz. Hayotingizni tizginli yashash formulasi bizda bor. Unday bor, bunday bor. Uni qiling, buni qiling, motivatsiya beramiz deyapti-da. Bularning hammasi nima uchun qilinadi? Bir insonga bu narsalarni bilishdan nima naf?
birgina naf bo'lishi mumkin. Bu ishlarni hammasini qilishdan naf halovat topish, to'g'rimi? Qalban halovat topish. Chunki shu odam shuni deb o'ylaydi, shu narsalarga erishsam yoki puli bo'lmagan odam pulim bo'lsa, ishi bo'lmagan odam ishim bo'lsa, hayotida hali yo'lini topa olmayotgan odam yo'limni topsam baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Halovatga erishaman deb o'ylaydi. Lekin u kitoblar, u nimalar unga u narsani berganda, masalan, deylik, omadli bir odam bizni ko'zimizda, har ishi o'rnida, har ishi joyida, hayotda kerak bo'ladigan uyi, oilasi, mashinasi, ishi, puli, bugungi hamma uchun muhim bo'lgan narsalar hammasi yetarli. Shu odamda hammasi halovat bor deb o'ylash biroz g'arib keladi. Chunki qarasangiz, bir odam 100 so'm pul topsa, bir amallab uni 1000 so'm qiladi, keyin uni 100 ming qiladi, keyin butun harakati o'sha 100 mingni himoya qilishga, yo'qotib qo'ymaslikka qaratiladi. O'zi yo'qolib qoladi. O'sha pulni yo'qotmaslik kerak-da. Hayoti yo'qolib ketyapti. Lekin u o'sha pulni yo'qotmaslik kerak. O'sha pul 10% ga kamayib qolsa, 20% ga dunyoning eng nomer 1 raqamli baxtsiz odamga aylanib qoladi-da. Demak, undamas ekan. To'g'rimi? Halovat.